Assalomu alaykum. Asiya fasad klinik kirish qog'ozlari. Mana navbatdagi obyektimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida bo'lgan. Mana ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Mramor ko'rinishdagi toshlarimiz mana 3D ko'rinishdagisi. Mana shuplari mokri svetda bo'ladi. Mana ko'rib o'tsangiz juda chiroyli. Obyektimiz 210 kvadrat atrofida. Mana so'killarga ham 3D toshlarimizni qilib berganmiz. Mana chekkalarga mokri svetdan urishib oqidan qilib berganmiz. So'killarga mana shakl berib juda chiroyli chiqqan. Mana derazalar qiroqlarga mana tunikofon mokri o'ziga juda tushadi sveti. Mana chekkalarga mokri svetdan urishib yuboribdi. Mana burchaklarga mana burchaklar atkoslarga tunikofon ketadi. Ko'rib o'tsangiz bu laklanmagan holat. Xudo xolasa laklansa juda chiroyli holatga o'tadi. Yaltirab chiroyli holatga o'tadi. Bu toshlarimizni har xil svetlari bor bizda. Har xil turlari bor. Lazer ko'rinishda toshlarimiz har xil turlari bor. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Ish ham o'rgatamiz. Bu plitkalarimizni O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxda hamma joyga jo'nataveramiz. Ustalarimiz ham bor. Plitkani o'zini ham jo'nataveramiz. Mana ustalarimiz qatirishayapti mana. Ozgina joy qolgan. Mana. Mana mana shu turishda plitkalarimiz qatiriladi mana. Yo'q, uni ishlab ko'rish kerak. Yechib bering. Boshqasini yoqib ko'rsangiz. Bu devor tanlamas plitkalarimiz. Paxsa, pinablok, shlakablok hammasiga turadi mana. Mana sularimiz qatirishi ham. Mana so'killarga ham juda chiroyli chiqdi. Mana 3D toshlarimiz mana so'killarga. Mana chekkalari. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarni qoliplarni ta'minlaymiz, qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bog'ot tumani. Kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin. Plitkalarimizni ham O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beramiz.